Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalini obunachilar. 2026-yilda yaxshi niyatda uchastkani solib qo'ygan ukalarimizni qaranglar. Eng so'nggi fasonlarda zo'r qilib travertin qiladigan akalar topib qo'ydim. Narxini eshitganda ham maza qilasiz. Videoga bittadan like bosing, shunaqangi arzon narxda zo'r ustalar topib qo'ydim. Farg'onani Rishtonidan usta akalarimiz Farg'onani Oltiariq tumaniga kelib zo'r qilib mana shunday travertin xizmatini qilib bergan. Bu yerda 200 kvadratdan oshiq joyda, salkam 300 kvadrat joyda akalarimiz mana shunday eng so'nggi fasondagi travertin xizmatlarini qilib bergan. Qaranglar akalar, fasonlarga bitta e'tibor bering, operator ko'rsating, qarang, juda ham chiroyli qilishib olgan. Endi bo'lmasa, gapni ko'p cho'zmagan holatda videoga like bosinglar, yaxshilab o'rnashib olinglar. Usta akamiz bilan birgalikda ma'lumotini beramiz. Qadrdonlar, videomizni boshladik. Bo'lmasa like bosinglar akalar. Assalomu alaykum, usta aka, xormaganda. Va alaykum assalom aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Tanjoningiz sog'mi aka? Rahmat. Xohlasa ob'yomni ham chiroyli qilib bitirib qo'yibsizlar aka. O'sha kvadrat necha kvadrat joy aka? 300 kvadrat. 300 kvadrat, ha? 300 kvadrat joy. Sir bo'lmasa necha kun vaqtidan ketdi aka? Xo'sh. Bir hafta 10 kun vaqtimiz ketadi. Bir hafta 10 kun. Devor qanaqa holatda edi aka? Shkaturka holatda. Ya'ni tayyor, tekis qumsuvoq bo'lgan holatda edi. Keldilaring, gruntovkalarni berdilaring, travertinni boshladilar, ha? Shunday bo'ldi. Juda ham zo'r. Adnatonni bir xilda chiroyli qilib beribsizlar aka. Gap yo'q. Lekin aka, chaqlanganga o'xshatib yuboribsizlar, lekin ha aka? Ha aka. Andavada ishlov berilgan, ha? Hali balgarka nimada chaqlanmagan? Yo'q, balgarkada chaqlanmagan. Balgarkada chaqlanmagan. Dekorativni travertin uchun balgarkada chaqlanamiz. Aha. Xuddi mana silliq effektda chiqib ko'radi. Gap yo'q. O'sha chaqlanganni videoni berib yuboribdi lekin. Gap yo'q. Qo'llaring dard ko'rmasin. Endi buni fasonini nima deydi aka? O'sha kartameroga o'xshab ketadi, ha? O'shanaqa, ha? Mana. Juda ham zo'r. Bu yerda hozir usta haqqi, materiali hamma yo'q ichida o'zlaring qilib bergansizlar, ha? Albatta. Uy egasi demak bozorga yugurib uchur qilmaydi. Yo'q. Hamma yo'q. Salafan, skoch degan narsalar o'zlaringdan bo'ladimi? Albatta aka. Lesachi. Lesasi ham vodiyda bo'lsa o'zimizdan. Vodiyda bo'lsa o'zlaringdan. Gap yo'q. Hozirgi aytadigan narximiz vodiyga bo'ladimi aka? Albatta aka. Vodiyga bo'ladi. Vodiyga amal qiladi. Gap yo'q, juda ham zo'r. Hozir necha slog ishlov berildi aka bu devorga? 2 sloy. 2 slog. Xo'p, travertini necha slog bo'ldi? Tagidagi ham travertin mana bu. Ha, albatta. Tagida ham travertin, ustida ham travertin. Aha. 2 slog lak. 2 slog lak. Jemchuk. Aha. Hammasi berilgan. Gap yo'q. Demak, 2 slog travertin bo'ldi, 2 slog laki bo'ldi. Andavoda tekizlab qo'ygansizlar, ha? Mehr bilan andavani qattiq ish qilgan, mana qaranglar, chaqlanganga o'xshab ketgan. Gap yo'q, juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Mana bu po'kakmi yo jon albastir tiyaganmi? Tiyagan. Albastir tiyagan. Albastir tiyagan. Po'kak emas. Juda ham zo'r. Mana ko'rsatib qo'yamiz bir qator. Aka, endi hozirgi kunda usta haqqi, materiali hamma yo'g'i ichida. Vodiyga, o'sha lesasigacha ichida bo'lsa, necha pul qilib beryapsiz? 80 ming so'm qilib beramiz vodiyga. Vodiyga? Vodiyga. Demak, 2 slog travertin totasizlar, 2 slog lakini berasizlar, ha? Lesa, salafan, skoch hamma yo'q ichida 80 ming so'm. Albatta. Vobshe gap yo'q akalar. Nima deyapti mana fason? Xo'p, endi aka 80 ming so'mni ichiga salafani, skochi, lesasi, usta haqqi material kirib ketyapti. Endi mana bu tiyagalarga keladigan bo'lsak, tiyagalar qanaqa qism bo'ladi endi? Bular addenli bo'ladi, kelishadigan holda. Ha, bular addenli, to'g'rimi? Addenli paganometrga kelishiladi yoki obga bersa, yopishtirganlaringga pul olasizlar. Shunaqa bo'ladimi? Pul olamiz, eshik derazalar bilan kirib. Ha, bo'ldi. Agar xonadon egasi mana shu tiyagani obga beradigan bo'lsa, yopishtirganlaring uchun eshik derazani kvadratdan chiqarmaysizlar, o'lchab ketilaveradi. Xohlasa o'zlaringiz olib kelaverasizlar. Ha, o'zimiz olib boraveramiz. Kelishib qolsak bo'ldi, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Xullas kalom, tiyagalar kelishilgan holda. Aka, bitta narsa so'rayman obunachilarim uchun. Agar ob'yomi shunaqa katta bo'ladigan bo'lsa, meni obunachilarimga bironta mana shunaqangi ramkani bonus qilib yopishtirib ketasizlarmi? Albatta, aka, siz obunachilaringizga 2 ta ramkani bonus qilib berib ketamiz. Gap yo'q. Mana bu narsani bonus qilib beradi, lekin mana bu ichi o'lchanadi kvadratga. Faqat mana bu yopishtirganlaringni bonus qilib ketasizlar. Albatta, aka. Gap yo'q. Lekin qo'ldan kelgancha mehr berib, shunaqangi bir gullarni chiqarib berib ketasizlar, aka. Albatta. Bonus Xudo xolasa. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Mana fayzli xonadonimiz juda chiroyli holatda chiqqan. Xo'p, bitta ko'rsatib qo'yamiz mana. Oppoq, patologlar ham oppoq bo'lgan. Devorlar, eshik romlar shunaqangi fayzli bo'lgan. Odamni ko'zini charchatmaydi. Charchab kelganingizda ham ishdan yorug'likni ko'rib mazza qilasiz. Mana bunday fasonlari bor. Bitta ko'rsatamiz yaqinroqda mana.
Fasonlarni qaranglar. Bu tomchimi, yomg'irmi, nima bu fason aka? Tomchi aka. Tomchi. Yomg'ir. Zo'r chiqdi bunisi ham fason, ha? Gap yo'q, qo'llaring dard ko'rmasin. Atigi 80 ming so'mdan qaranglar, travertin xizmati. Bu vodiyga amal qilar ekan. Toshkent, Voha taraflarga ob'yom katta bo'lsa borasizlar, u kelishilgan holda bo'ladimi aka? Albatta aka, kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holda bo'ladi. Mana. Ichkaridan yaltirashlari yanada ham chiroyli ko'rinyapti. Xo'p, aka sizlarda faqat travertin xizmat, ha? Faqat travertin aka. Travertin xizmati faqatgina. Farg'onaning Rishtonda ustakalarimiz. Gap yo'q. Bularda misolchi aka rangi o'zgarib ketmasligi ham bir kafolat garantiyasi Albatta aka, bor. garantiyalari bor, sinovdan o'tgan aka. Xudo xolasa inshaalloh 10 yil garantiya beramiz aka. Gap yo'q. Xudo xolasa rangi o'zgarib ketmasligi, yaxshi turishiga. Lekin sho'r bor joylarga tavsiya bermaysizlarmi aka? Yo'q aka, uni Baribir tushib ketadi sho'r joyda. Sho'r chunki hamma narsani alik yuboradi, to'g'rimi aka? Gap yo'q. Sho'r bor joyga tavsiya berishmaydi. Kafolat ham berishmaydi sho'r bor joyda. Xullas kalom, mana qadrdonlar 80 ming so'mdan usta haqi materiali lesa salafan skoch ichida qilib qo'ydik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Tushunmagan joylaringga aloqaga chiqib bemalol zakaz beraverasizlar. Tajribali ustalar kanalidan ko'rib telefon qilyapmiz deylar. Akalarimiz zo'r qilib bonuslarni qilib berishadi. Agar qo'shimcha qanaqadir gaplaringiz, ma'lumotlaringiz qolib ketmadimi? Yo'q aka, hammasi bo'ldi. Bo'ldi. Xudo xolasa, ha. Inshaalloh. Gap. Qolganini Telefon qilsa, aytaveramiz. aytaveramiz. Tushunmagan joylariga. Aha. Juda ham zo'r. Qadrdonlar, mehnatimizni qadrlab qo'yasizlar. Akalarimizni, kaminani mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.